Saptepo 5-metr yondan 2 xonalik uy sotuvga chiqyapti. Va biznes qilsa bo'ladi. Birinchi qavatda bo'lyapti. Plus 6 metrlik balkon ham mavjud. 60 kvadrat. Yo'lning ustida bo'lyapti. Bir o'zi 21 sajiklik bilan yonida bo'lyapti. Yonidan misol do'konlar ochgan. Kim biznes uchun shunaqa birinchi qavatdan uy izlab yurgan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Uyimizni ichini obzor qilaman. Skvoznoy planirovka 2 xonalik o'rchona qilingan. Bu yerda garderob qismi, mana bu yerda bitta xonasi devor tomonga qaragan. Yugoslavskiy proyekt, uylari katta-katta. Uy qilib yashasangiz ham bo'ladi, pat biznes atelye qilib ochsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda yana bitta ikkinchi xonasi. Xo'p, sanuzllari alohida. Bu yerda esa mehmonxonasi. Kattagina keng 6 metrlik balkon. Mana o'sha sajikka qaragan. Eshigi ham mavjud. Narxini 49500 deyapmiz, yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastda raqamni qoldiraman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar.